Hürmetli, assalamu aleyküm. Hürmetli blogerlar, nevaralarim, aka-ukalarim, og'aynilarim, ilim yurtim. Sizlardan iltimos, mana men Dillira O'zbegim qizi blogerning otasi bo'laman. Men 2 oydan beri aprelda bu kelganimdan beri juda qiynalib ketdim. O Dillira meni tashlab ketuvdi, bilasizlar, hammalaring. Onasini, bolalarimni olib ketib qolgan. Mana kecha menga videodan Farg'onalik blogerlar 2 bloger chiqdi. Dillira singlim nima bo'lishdan qaytdilar, bu qaytar dunyo. Otanga unday qilmagin, otang 5-6 marta kechirim so'radi, sen ham bir marta kechirim so'rab otangni oldiga borib, "Alloh voragin, otang qiynalib qolibdi" deb chiqdi Farg'onalik blogerlar. Bloger ullarim, nevaralarim, sizlarga katta rahmat, sizlarni tarbiya qilgan ota-onalaringga ham rahmat. Ullarim, meni iltimos, Dillira yana ota mehriga zorman deb chiqibdi ukalari bilan. Men videoda ko'rdim, men ham bolalarni ko'rish mehriga zorman. Bolalarimni sog'indim. Bitta tilab olgan o'g'limda ham ko'chatmaydi. Iltimos, Dilliraga aytinglar, meni holimdan ahvol so'rasin. Men jazirama ishda juda qiynalib ketdim. Uyda ko'rpada ochiqqadaver, ventilatorga davr. Nima yo'qlar qishladi? Kanisaniga doğru olib ketib qolgan. Meni tagimda Inamarka mashinaga doğru olib ketib qolgan. Iltimos yordam qilinglar. Men bir o'zim bir xonada juda qiynalib ketdim. Juda xor bo'ldim, zor bo'ldim. Bir tir xotinlarga zor bo'lib yotibman. Iltimos bloger ukalarim, ilim yurtim, iltimos ularni mayli Dillirani o'zi hamshagi ishini blogerini qilib o'tsin, qayerda toshni qilamiz. Hozir Qarshiga ko'chib kelganmiz deb eshityapman. Qarshiga kelib oldi, dadam bizlar topolmasin deb har joyga qochib kvartiralarda yurib yuribdi. Iltimos qilaman yana ham bir bor. Iltimos yordam qilinglar. Blogerlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlardan natija kutib qolaman, ullarim, nevaralarim, blogerlar. Iltimos, xayr, mayli, omon bo'linglar.